Xo'p, do'stlar, Dakarlarga o'tdi. Nechi puldan aka? 500 ming. Do'stlar 500 ming ekan. Qachongi bu? Yozga. Katta ekan, klasi ham buni. Do'stlar 2,5 million kema bor ekan. Qachongi bu aka? Aprelga. Aprelga ekan do'stlar. Voy. Bir ruxsorini ko'rsat. Mana do'stlar. Baho bo'ldimi? Yo endi hozir keldingmi? O'zi erta ketib qo'ymadim. Makiyon do'stlar. Hoca aka nechi pul sizami? 400 ming. Donasi 400 mingdan. Qo'lingizdagicha? Bu ham 400 ming. O'yda bormi yana? Telefon qo'yaylik, shartmi? O boshqa bo'lmasa Hoca aka nechi pul? 1 million. Iyun 20-sida chiqqan ekan. Do'stlar. Baho bo'lmadi, chiqdilar. Endi kelinda. Assalomu alaykum. Qo'lmoq aka. Nechi pul aka? 1 million kemi bor. Qachongi? Yoshiga 70. Zot qanaqa? Kariz zot ekan do'stlar. 1 million kamaytirib berar ekanlar. Baho qilishmaydimi? Endi kelinda. Telefon qilib qo'yaylik. O'yda bormi yo mashina o'zi biz shart emas. Ha. Qilib qo'yaylik hoca aka telefonni. Ayting. 93li 272 7707 do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nihoyatda chiroyli ekan. 1 million kemi bor. Xo'p. Assalomu alaykum. Nechi pul hoca aka? 1 million 200 ming kemi bor ekan do'stlar. Qachongi bu? Yoshidan o'tdi. Telefon kiritib qo'yaylik. O'sha 95li 862 05 77 05 77 do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Bu ham sizdanmi? Bo'ldi. Ikkalasi do'stlar o'qaniki ekan. Aloqaga chiqaverasiz qiziqqanlar bo'lsa. Vohadan telefon qilib dastavka qilaverasiz, mobodo. Dastavkani berishadi, telefonda aloqa qilib bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin, barakasini bersin. Qandanmi kun? Bu ham sizdanmi? Ekaniki. Narxini bilmadingizmi? Do'stlar, egasi yo'q ekan, o'mi chiroyli ekan. Assalomu alaykum. Nechi pul aka? 8 ming. Qachongi bu? May oxiri. Zot qanaqa? Ha? Koreyskiy. Koreyskiy. Bu ham sizdan a? 13 pul. Bir xil narxi. O'yda bormi aka? Telefon kiritib qo'yaylik. Telefon qilib qo'yaylik, o'yda bormi deyman. Nomer. Ayting. 97li 235 07 75 do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Voqadan zo'r joydan telefon qiladiganlar bo'lsa, dastavkasini alohida kelishasizlar, o'qa jo'natib yuboraveradilar, mobodo. Alloh rozi bo'lsin, barakasini bersin. Assalomu alaykum, hormon aka. Hoca aka nechi pul ekan bu? 1 million. Savdo dunyosi. Bitta savdo dunyosida qilasiz. 1 million? 1 million ekan do'stlar.
nihoyatda olma chiroyli ekan. Bu ham sizdanmi aka? Yo'q, yo'q, bundan. Mana yana do'stlar. Aka nechi pul? 500 ming deysiz. Baho bo'lmadi hali, endi keling. Ha. Bu ham sizdan, ha? Bu ham 500 ming. Mana shular hammasi oxirigacha sizdanmi? To'rttasi. Do'stlar, hammasi raddiga 500 mingdan ekan. Qachonga aka bular? Hovli sentyabr, noyabr. Bu noyabr. Bu aprelniki. Bu aprelniki. Bu ham noyabr. Mana u. O boshda. Ha, boshdagimi? Hop. Hop, hojakizda ko'p ekan, telefon nomeri kiritib qo'yaylikmi? Shart emas, ha? Alloh barakasini bersin, sog'ligingizni bersin. Hop. Do'stlar, telefon nomeriga ulamadilar. Hop, mana yana bor ekan. Inshaalloh do'stlar, zo'r ekan. Sizdanmi ekan nechi pul? 500 ming. 500 ming ekan do'stlar. Qachonga aka bu? Mayski. Mayski ekan do'stlar. Mana do'stlar. Nechi pul ekan aka? 800 ming. Ha, baho bo'libdimi? Bu shunday ko'rishibdi. Qachonga bu aka? Do'stlar 800 ming ekan, mayski ekan do'stlar. Bilamsizmi? O'yda bormi yana? Telefon shart emas ekan, bo'lmasa. Narxini bilmaysizmi, Xitoy? Do'stlar, egasi yo'q. Bo'lsa o'tib ketaveraman. Hop. Mana yana do'stlar. Mana kimdan aka? Sizdan? Narxini bilmadingizmi? Egalar yo'q ekan do'stlar. Bu nechi pul ekan aka? 1 million. 1 million. Qachonga? Bir kilo. 1 kilo. 6 kilo ekan do'stlar. Maşallah. Bilamizdanmi? Telefon kiritib qo'yaylikmi, shartmi? Ayt. Kiritib qo'yaylik. Kiritmasangiz ham Yo'q, o'yda bo'lsa, yo'masa shart emas-da, haligi yo'masa bezovta qilishadi. Sizdanmi? 500 ming ekan do'stlar. Necha aka? Bu ham 500 ming. O'yda bormi yana? Telefon kiritamizmi? Telefon kiritamizmi? Telefonga unamaydilar do'stlar. Alloh bozoringizni bersin. Mana do'stlar. Aka nechi pul? Xo'roz o'zi, Makiyonchi. Do'stlar, jupi 1,5 million ekan. Bular okam 1 million ekan do'stlar. Uch pul aka 1 million. Qachonga bu? Qachonga? Kechga. Kechga ekan do'stlar, 1 million ekan. Bu ham sizdanmi? Bu nechi pul? Bu ham 1 million do'stlar. Mana yana do'stlar. Do'stlar, telefon nomeri olishga harakat qildim. Berganlar beribdi, bermaganlar bermabdi. Okaman nechi pul aka? Pulini bilib qo'yaylik, pulini. 800 ming. 800 ming ekan do'stlar.
Savdo dunyosi. YouTube'da savdo dunyosi deysiz. Instagram'da ham bor. Mana do'stlar. Bu sizdanmi? Aka nechi pul narxini bilib qoldi. 1,5 million ekan do'stlar. 1,5 million. Ko'pchilik bor. Kimniki? Narxini bilmadim. Egasi ketib qolibdi do'stlar. Assalomu alaykum. Mazammas. Pulini bilib qoldi o'g'lim. Bekorga beribdi ko'pchilik mana setkadagilar. U atganni esib ketganingiz bilan bekorda maqsan tutganda o'ylang. O'zi mashina 1 million deganimda 300 mingga sotib olsa kattaga. Qaysinda? Mashina. To'ppa to'g'ri. Endi savdodan tevasiga ham borib bo'lish qiyin bo'libdi-da. Kelganda ko'rdim. ushlab olishibdi. Bexos mana patpozada xabar borgan. Ama to'g'ri gap gapirdingiz. Haqiqat aytdingiz. Bu mana edi aytaveradi, nomonganda bu ish qimmat ekan deydi. Yo, ama bozor ham yaxshi, kattagina ekan. Ko'p joyga. O'zi so'yadigan bo'libdi bozorda. Do'stlar gapni eshitding-a? 1,5 million, 1 million deyilgan xo'roz parrandalar do'stlar. Savdosi 300 ming, 400 ming, 500 ming atrofida bo'libdi do'stlar. Bu yerda tajribali okalar aytishdiki, narxini aytganingiz befoyda. Ustida turib, savdoning ustida turib gaplarsangiz boshqacha bo'ladi. Lekin oka nechi pulda? 1 million kammi? 1 million. Baho qilishmaydimi hali? Yo'q, hozir keldi. Qachongi bu? Aprelda chiqdi. Aprelda chiqqan-a? Mana do'stlar. Xo'ja aka nechi pul? 700 ming. Kami bor, ha? Makiyonchi? Makiyon 500 ming kam bor. 500 ming kami. O'yda bormi yana? Yo'q, mashina. Xolos ekan do'stlar, telefonlarni qoldirmoqchi edim. Mashina o'zi ekan. Sotildimi aka? Nechi pulga? 470 ming. Qaysi? Uchta makon. Uchtasi 460 mingga sotildimi? Mashalloh. Do'stlar, uchtasi 460 mingga sotilibdi. Xo'rozchi? Xo'roz o'zimizniki. Ha, xo'roz. Alloh barakasini bersin. 460 mingga ketdi uchtasi do'stlar. Hozirgi Xo'ja akani gaplarini isboti do'stlar. Xo'ja aka nechi pul? Nechi pul? 600 ming. Xo'rozda yo'q, jupimi? Jupa 600 ming ekan do'stlar. Bu sal realniy ekan, haqiqatga yaqinroq ekan. Xo'ja aka o'yda bormi yana? Telefon kiritib shart emas ekan, yo'qmasa. Alloh barakasini bersin, savdangizni bersin. Mana do'stlar yana. Assalomu alaykum. Egasi yo'q ekan do'stlar. Narxini bilmadingiz.